O'rganish va xizmatda yeziq bir taraf qilgan vaqtlarimizda imlo masalasi bizga bir qadar avorchiliklarni ilib keldi. Hozirgi internet to'r davrida har xil shu imlo to'g'irlash, yumshoq detallar barliq keldi. Burun bo'lsa yulg'un va bir necha to'rbatlar botdi. To'rda va shu yumshoq detalni kompyuter qachil bilib, imlolarni tekshirib, to'g'irlab qilib bo'ladi. U vaqtning o'tishiga ba'zi to'rbatlar to'xtadi va ba'zi yumshoq detallar hozir sonliq ma'lumotlar yangilanmag'achqa, yana yangi so'zlik yoki yangi imlo qoidalari yangilanmag'achqa foydalanish qimmati barbara qolib qoldi. Biroq Uyg'ur softi burundan tartib hozirgacha bo'lgan Uyg'ur soft imlo Uyg'ur soft ya'ni korrektor, yana Uyg'ur soft imlo tekshirguchi bir yildan eshib qoldi. Hozir shu to'r nusxasi, yana bulut nusxasi deb qo'yamiz. Shuni e'lon qilib, haqsiz ham haqliq taqatdi. Endi biz shu haqsiz nusxasini qachilash va shundan foydalanish to'g'risida to'xtalib o'taylik. Undaq bo'lsa, haqsiz nusxasini qanday tushirib olamiz deganda, Uyg'ur Soft shirkatiniki organ to'r betiga chiqib tushirib olamiz. Qaraydigan bo'lsak, mana uyg'ursoft.com mushu adresni esimizda tutib olsak bo'ldi. uyg'ursoft.com mush to'r adresiga kirgandan keyin qaraydigan bo'lsak, bu bet yuzi ochildi. Ondan tushirish deganning ichiga kiramiz. Tushirish deganning ichiga kirib, biz imlo tekshirgichni tushirmoqchi. Imlo tekshirgich deganni tushirishni chekkandan keyin u tushidi. Imlo tekshirgichni tushirish deganni bosgandan tushidi. Men tushirib bo'lgan shunga. Uni qayta tushirib yurmadim. Undaq bo'lsa, tushirib bo'lgandan keyin biz buni qachilaylik. Qo'yish, chekish yoki dakay qilganda bu holatda ichildi, yana preslash vujudini ichish ramkasi ichida. Ondan biz bu Uyg'ur Soft imlo deganni cheksak, qo'zg'alish ramkasi ichildi. Qaraydigan bo'lsak, mana maviyada tanlashpa bu qachilash programmamizniki tili. Undaq bo'lsa, muqimlash jo'ding. Shay bu. Keyin qadama yana qachilash anjom qachilandi. Qachilinib bo'ldi mana. Ayarga tanlashpa men oldin qitim tizimlatib bo'lg'achqa bu holatda chiqdi. Mana hozir to'rg'im normal ulandi. Fuchurlarmush shu. Bu yerga ishlatguchi, bu yerga parolni kirgizamiz. Yangi abonentlar dastlabda tizimlatish deganda chekib, bu yerga odatda yoki ism, telefon nomer, ilxat deganlarni yozishga bo'ldi. Qaysini yozsanglar bo'ldi. Bu yerga parolni solasizlar, yana qayta solasizlar, ondan muqimlashni tizimlatishni bossanglar bo'ldi. Agar tizimlatib bo'lgan bo'lsa, qaytib ketsanglar bo'ldi. Cho'qim tizimlatgandan keyin ishlatkil bo'ldi. Ondan kirish. Mana. Bu ichilish yuzi. Men mushundaq ishlatib turay hozircha. Ekranni sing'ilish detal sababli to'liq ekran bo'lmayotdi. Biz ko'p abzas so'zlardan birini ko'chirib, bu yerga chaplab boqaylik. Qandaq ahvol yuz berdi. Men ma'lum turbatlar ko'chirib aklab chaplayman. Men bir abzasini ko'chirib olay. Buni men bir vaqt chaplab beray. Ko'chirib akagan to'rbitimning adresini chiqarmadim. Men buni chaplab bo'ldim. Endi men buni tekshirib boqay. Imlo tekshirish.
qaraydigan bo'lsak, mana bu tekshirib bo'ldi hozir. Jami so'z 116, to'g'riliq 83,62%. Lug'atda yo'q gumonliq so'z 19. Qizil so'zlarni demakchi, qizil bo'yilib qolgan so'zlarni demakchi, qizil rangdagi. Avtomatik o'zgartishga bo'ldig'ini degani ma rangdagi shu mana mavi. Yeşil maylı ranga 8 so'zni avtomatik o'zgartgan bo'ldi degan gap. Ma'lum bir turbatdiki e'lon qilinib qo'yilgan xil uzun bo'lgan so'zliklar. Endi men imlo to'g'rilash qilay, qaraydigan bo'lsak, hozir mavi ko'k rangi o'zgardi. Mana imlo to'g'rilanib bo'ldi degan gap. Imlo to'g'rilanib bo'ldi degan gap. Endi mavi so'zlar qizil bo'yilib qolgan so'zlar imlo xatolik bor deb keskin deyib o'tishga bo'lmaydi, lekin mushu imlo tekshirgichniki imlo tekshirgichda selishtirish jarayonida chiqmagan yoki xatolik bor deb hamda gumonlangan so'zlar mana mavi hozir tekshirib bo'lgan so'zlar haqiqatan imlo mas'ul bo'lib hozir avtomatik to'g'rilab bo'lgan so'zlar. Shunchalik tushunib olaylik. Qog'ini o'zinglarmi izlanib ko'ringlar. Uyg'ur soft imlo tekshirgichi yiziq tayyorlashinglarda unumni oshiradigan birdan-bir qurol. Bu soatlik darsimiz misha tamom. Xayr xo'sh.